Assalomu alaykum. Men Abdullayev Abduvohid, Apko Xalqaro moliya akademiyasi treneri hisoblanaman. Bugun sizlar bilan buxgalteriya hisobining milliy standartlarini o'rganib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz 5-standart, ya'ni asosiy vositalar. Asosiy vositalar o'zi nima? Asosiy vositalar xizmat qilish muddati 1 yildan ortiq bo'lgan barcha predmetlar kiradi. Misol uchun, biz foydalanayotgan binolar, avtomobillar, uskunalar yo'masa boshqa turkumdagi predmetlar hisoblanishi mumkin. Asosiy qoidasi esa 1 yildan uzoq xizmat qilishi kerak. Va endi bularni ko'rib chiqamiz. Buxgalteriya hisobida asosiy vositalarning o'zlarining shotlari bor. Ya'ni bizda 01-shotlarimiz asosiy vositalar uchun ajratilgan bo'ladi. Endi sizlar bilan asosiy vositalarni xarid qilish va foydalanishga topshirgungacha bo'lgan jarayonni qisqacha ko'rib chiqamiz. Ya'ni buxgalteriya shotlarida. Misol uchun, bizda birinchi bo'lib izoh. Birinchi bo'lib, asosiy vositalar kirim qilishdan oldin korxonamizni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni korxona ochilishi qanaqa tartibda bo'lishi kerak. Korxona ochilishi bundan oldingi mavzularda tushuntirilgan edi va biz unga provodkasini berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Korxona ochilganda ustav fondi tasdiqlanadi. Ya'ni korxonada ta'sischi qancha ulush kiritmoqchi bo'lganligi ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Va buning provodkasi esa hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Ustav fondi aytaylik 1 milliard so'mga tasdiqlandi. Va korxonada ta'sischilarimizning, ya'ni sarmoya kiritayotgan shaxslarning ulushlari shakllanadi. Va kredit tarafga esa buni yozishimiz kerak bo'ladi. Passiv shot bo'lganligi uchun kredit tarafda yozamiz 83-30 ta'sischilarning ulush va paylari degan shotimiz. Va debit tarafga esa ta'sischilarimizning korxona oldidan bo'lgan qarzi 46-10 yoziladi. Nima uchun? Ya'ni ta'sischilarimiz 1 milliard so'm kiritib beraman dedi, lekin hali kiritib berishganligi yo'q. Shuning uchun korxona oldidagi qarzi esa 46-10 shotida aks ettiriladi. Va izohiga yozishimiz kerak bo'ladi. Ustav fondi tasdiqlandi. Ustav fondi tasdiqlangandan keyingi operatsiyalarimizni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, ustav fondi tasdiqlangandan keyin bizga ta'sischilarimiz, ya'ni sarmoya kiritayotgan shaxslar bu 1 milliardni xohlasa so'm ko'rinishda, xohlasa mulk ko'rinishda berishi mumkin. Aytaylik, shuni 50%, ya'ni 500 million so'mni so'm ko'rinishda bankdagi asosiy hisob raqamimizga qo'yib berishdi. Va buni provodkasi qanaqa tartibda bo'ladi? 500 million so'm summaga yozamiz. Va ta'sischilarimizdan kelayotganligi uchun ta'sischilarning qarzi kamayadi. Ta'sischilarimizning qarzi 46-10 shotida aks ettirilgan edi. 46-10 aktiv shotlarning qoidasi bo'yicha debitda shakllanardi, kredit tarafda kamayadi. Demak, 46-10 ta'sischilarimizning qarzi kamayotdi 500 million so'mga, evaziga bankdagi asosiy hisob raqamimizga pul tushdi. Ya'ni 51-10imizga. Va buni izohiga yozamiz. Ustav fondi orqali bankga pul qo'yildi. Va ta'sischilarimizning 500 million so'm qarzi kamaydi va qolgan 50% qarzi qoldi. Va buni bino ko'rinishida kirim qilib berishmoqchi va bunda qanaqa provodga berishimiz kerak bo'ladi? Summaga 500 million so'm yozamiz. Va bino ko'rinishida berilyapti. Kredit tarafiga esa ta'sischilarimizdan kelganligi uchun 46-10 yana kamayadi. Ya'ni ularni majburiyati kamayayotdi. Debit tarafga esa asosiy vositalarimizni, bino bizda asosiy vosita bo'lganligi uchun asosiy vositalarimizni qabul qiluvchi shotimiz 08-20 shoti
bo'ladi. Va izohiga Ussaf fondi orqali bino kirim qilindi. Va mana binoyimizda kirim qildik, lekin hali foydalanishga topshirganimiz yo'q. Chunki bizda 0820 da turibdi asosiy vositalarimizni xarid qiluvchi o'timiz. Endi binoyimiz uchun qo'shimcha xarajat qilmaydigan bo'ladigan bo'lsak, buni foydalanishga topshirsak bo'ladi. Va foydalanishga topshirilayotganda 0820 dan 0820 aktiv shotlar qatoriga kirganligi uchun aktiv shotlarning qoidasi bo'yicha aktiv shotlar ko'payishi debit tarafda, kamayishi esa kredit tarafda bo'lar edi. Hozir bu yerda kamayyapti, chunki binoyimizning o'zini shotiga topshirib olamiz. Ya'ni 0120 ga, debit tarafga esa 0120 shoti qo'yiladi va binoyimiz foydalanishga topshirildi. Summasi esa 500 million so'm. Va izohiga bino foydalanishga topshirildi deb yozdik. Va bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz pudratchilardan, ya'ni mol yetkazib beruvchilardan boshqa turkumdagi asosiy vositalarni kirim qilib ko'ramiz. Va buning uchun aytaylik, pudratchi, ya'ni mol yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomaga asosan 30% to'lov oldindan, 70% to'lov esa keyingi, ya'ni bizga asosiy vosita kirib kelgandan keyin to'lov amalga oshiradigan bo'lsak, qanaqa tartibda bo'ladi? Buni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizda asosiy vositamizning umumiy qiymati 200 million so'm edi. Ya'ni 200 million so'mlik avtomobil olamiz mol yetkazib beruvchilardan va buni 30% to'lovini oldindan amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. 200 million so'mning 30% bizda chiqadi 60 million so'm. Demak, 60 million so'm avans sifatida to'lashimiz kerak mol yetkazib beruvchilarga. Avans hisobida to'layotganligimiz uchun bizda pul hisob raqamimiz 5110 shotida turgan edi. Aktiv shot bo'lganligi uchun debit tarafda ko'paygan edi. 60 million so'm hisob raqamdan to'layapmiz va bunda pulimiz kamayishi kerak. Pulimiz kamayadigan bo'lsa, kredit tarafga o'tadi 5110 va kim uchun beryapmiz? 4310 mol yetkazib beruvchi yo'lmasa pudratchilar uchun berilgan avans shotiga chiqarib yuboramiz. Va izohiga avtomobil uchun avans berildi. Avans berdik va endi pudratchilarimiz, ya'ni mol yetkazib beruvchilarimiz bizga avtomobilni yetkazib kelib berdi. Va bunda qanaqa provodga berishimiz kerak bo'ladi? Avtomobilimiz kirib kelgandan keyin birinchi o'chirda mol yetkazib beruvchilarning shotini aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mol yetkazib beruvchilardan bo'lgan majburiyatimiz, ya'ni qarzdorligimiz bizda 60-10 shoti hisoblanadi. 60-10 passiv shotlar qatoriga kirganligi uchun kredit tarafda birinchi shakllanishi kerak bo'ladi. 60-10 kredit tarafda shakllanadi va asosiy vositalarni xarid qiluvchi shotimizga kirim qilamiz, ya'ni 0820 ga. Summasi 200 million so'mlik avtomobilni kirim qilamiz. Mol yetkazib beruvchilardan avtomobil olindi. Endi mol yetkazib beruvchilarimiz bizga aytayapti, 200 million so'm qarzingiz bor, qachon to'lab berasiz? Va shunda mol yetkazib beruvchilarga biz oldindan to'langan avans summamizni ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi.
Oldindan to'langan avans summasi bizda 43.10 edi. Aktiv shot bo'lganligi uchun debit tarafda shakllangan edi va aktiv shotlarning foydasiga ko'ra aktiv shotlar kamayishi kredit tarafda bo'ladi. Demak, 43.10 kredit tarafga o'tadi. Evaziga bizning majburiyatimiz kamayadi va majburiyat shotimiz esa 60.10 edi. 60.10 esa debit tarafda kamayadi. Majburiyatimiz kamayayotdi debitda, avansimiz kamayayotdi kredit tarafda. Va nech pulga kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Berilgan avans summasi 60 million so'm, bizga kelgan majburiyat summasi esa 200 million so'm. Ikkalasini taqqoslaymiz. Bu holatda bizda 60 million so'm kam. Demak, 60 million so'mni yozdik. Izohiga avans zachot deb qo'yamiz. Va bo'ldi. Endi moliya yetkazib beruvchilarga qolgan 70% to'lovni amalga oshirishimiz uchun qanaqa provodga berishimiz kerak bo'ladi? Moliya yetkazib beruvchilarga qolgan to'lov, ya'ni 140 million so'mni to'lov qilishimiz kerak. Va bunda bizda birinchi o'chirda pulimiz kamayishi kerak bo'ladi. Pulimiz shoti 51.10 edi. Aktiv shotlar qoidasiga ko'ra kredit tarafda kamayadi 51.10 imiz. Demak, 51.10 ni yozib oldik. Debit tarafga esa kimga to'lab beryapmiz? Moliya yetkazib beruvchilardan bo'lgan majburiyatimiz, ya'ni qarzdorligimiz bizda 60.10 edi. Yana bitta kamayayotdi, qolgan qarzini to'lab berganligimiz uchun 140 million so'mga va izohiga qolgan qarz to'landi deymiz. Va mana qolgan qarzni to'lab berdik. Moliya yetkazib beruvchilardan qarzimiz qolmadi va keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. 0820 ga asosiy vositamiz, ya'ni avtomobilimizni 200 million so'mlik holatda qabul qilib oldik va bunga qo'shimcha xarajat qilishni ko'ramiz. Bunga misol davlat avtoraqami sotib olish. Aytaylik, biz 10 million so'mlik davlat avtoraqamini sotib oldik. Va bunda qanaqa provodga berishimiz kerak? Asosiy vositamizning, ya'ni avtomobilning tan narxiga qo'shilganligi uchun debit tarafda 0820, ya'ni asosiy vositani xarid qiluvchi shotimizning tan narxiga qo'shiladi. Kreditda esa boshqa majburiyatlar, ya'ni boshqa qarzdorliklar qatoriga kiruvchi shotimizning qo'yamiz. 69.90 shoti bilan amalga oshadi va izohiga avtoraqam sotib olindi. Va avtoraqamni sotib olganimizdan keyin biz unga pul chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Pul chiqarib yuboradigan bo'lsak, qanaqa tartibda amalga oshirishimiz kerak? Davlat avtoraqamidan bo'lgan majburiyatimiz bizda 69.90 shotida turgan edi. 69.90 passiv shotlar qoidasiga ko'ra kredit tarafda ko'payadi qarzimiz, debit tarafda esa kamayishi kerak. Qarzni to'laganligimiz uchun 69.90 debit tarafda kamayyapti. Va ularga kamayishini evaziga pul chiqarib beramiz. 51.10 asosiy hisob raqamimizdan pulimiz kamayadi. 10 million so'm. Izohiga avtoraqam puli to'landi deymiz. Va endi asosiy vositamiz foydalanishga tayyor va buni foydalanishga topshirishimiz kerak. Buni qanaqa tartibda amalga oshiramiz? Asosiy vositamizni birinchi o'chirda umumiy xarajatlari bilan yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Asosiy vositamizning xarid qiluvchi shotimiz 0820 deydi.
va 0820 birinchi bo'lib 200 million so'mlik o'zini summasini xarid qildik. Keyingi bo'lib esa bizda asosiy vositamizning qo'shimcha xarajati, ya'ni avtoraqamga qilingan xarajatni qo'shamiz. Ikkala 0820 ni qo'shamiz va bizda paydo bo'ladi 210 million so'm. 210 million so'mlik asosiy vositamizni foydalanishga topshirmoqchimiz. Va bunda 0820 larimiz kamayadi, ya'ni kredit tarafga o'tadi. Debit tarafga esa asosiy vositamizning o'zini shoti yozilishi kerak bo'ladi. Ya'ni 0160 avtomobil bo'lganligi uchun izohiga avtomobil foydalanishga topshirildi. Bugun sizlar bilan asosiy vositani xarid qilish va foydalanishga topshirgungacha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.